Koreya kemasozlik zavodlarida 7 yildan ortiq ishlagan xorijlik ishchi endi xavfsizlik yetakchisi bo'lib, u boshqa xorijlik ishchilarga tushuntirish beradi va har kuni ish joyidagi xavflarni boshqaradi. Chokum malaya. Then I translate in Tagalog and Filipino language like that so that they can follow very well the proper work orders. Til to'siqlari hayot va o'lim masalasi bo'lishi mumkin. So'nggi 5 yil ichida xorijlik ishchilar orasida jarohatlar 23% ga oshdi. Shu muammoni hal qilish uchun Kosha 12 davlatdan 57 nafar xavfsizlik yetakchilarini tayinladi va bu tizimni butun mamlakat bo'ylab kengaytirish rejalashtirilmoqda. 나라별로 자기들의 네트워크가 구성되어 있거든요. 그 네트워크의 구심점이 될 수 있는 게 아마 이 사업장 리더들이지 않을까 싶습니다. Har bir ishchi uyiga sog'-salomat qaytishga loyiq va Koreyada siz qo'llab-quvvatlangandek, kurs ham doimo siz bilan birga. Vizangiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, yuqori kurs va tez pul o'tkazmalar bilan vatanga pul yuboring. Hozirroq yuklab oling. Havola esa profilimizda.